Hozir seni haqorat qilayotgan odam ehtimol buni pul uchun qilyapti. Undan ham yomonrog'i esa u bu ishdan zavqlanmoqda. Tushunganingizdek, bugun internet trollari haqida gaplashamiz. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, internet trollar bu shunchaki oddiy yomon insonlar emas, ular reaksiyaga qaram shaxslar. Trollarning ham aslida ikki turi mavjud. Birinchisi haqiqiy trollar, bular psixologik manyakroq bo'ladi. Insonni e'tiboridan, sizni yerga urishdan zavqlanadigan shaxslar. Ikkinchi turi esa yomonroq variant. Ular buyurtmadagi yo'llangan trollar bo'ladi. Qanday qilib haqiqiy va buyurtma asosidagi troll ekanligini bila olamiz. Ularni farqlashning bir necha usullari bor. Haqiqiy trollar sizga darrov shaxsiyatingizga o'tadi, haqorat qilishadi, emotsiyasi baland. Siz unga javob yozishingiz bilan u yanada ko'tariladi, yana ko'proq mavzularni almashtirish bilan shug'ullanadi. Ya'ni siz qanaqadir mavzuda, ilmiy mavzuda bahslashgan bo'lsangiz, keyin u siyosiy, asta-sekin diniy mavzularga bu masalani tortib, siz bilan shunchaki tortishib, diqqat-e'tiborga sazovor bo'lish bilan shug'ullanadi. Eng yomoni esa bu yo'llangan trollar. Turli xil akkauntlardan bir vaqtning o'zida bir xil xatolar, bir xil emotsiyali, ya'ni sovuq emotsiyali xabarlarni yozishadi. Yo'llangan trollardan siz kuchli emotsiya kutmang. Ular kamdan kam haqorat qilib yozishadi. Ular asosan bir xil past fikrlarni aytadi. Buni hamma biladi. Miyang bormi o'zi? Yolg'on gapiryapti. Axir shunga ham ishonasizlarmi? Xullas, bir xil gaplar bir xil vaqtda turli akkauntlar tomonidan yoziladi. Trollarni ajratishning eng odilona usuli esa bu sukut saqlashdir. Agar siz sukut saqlasangiz, yo'llangan trollar sizga qayta va qayta yana yozishda davom etishadi. Haqiqiy trollar esa siz ularga reaksiya qilmasangiz, ular ham yozishdan to'xtaydi. Hamma trollar ham ahmoq bo'lishmaydi. Ularning ba'zilari yolg'iz, ba'zilari esa yo'llangan.